Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitayning Şərq Türkistandagi açlıq ishlab chiqarishiga tayinishi kunsiri kuchayməkdə. Xitayning ishg'oliyati, irqiy qirg'inchilik jinoyati va bulang-talanglari davomlashayotgan Sharq Turkiston yaqinqi yillar mobaynida Xitoyning muhim ochliq bazasiga aylantirilayotgan bo'lib, ochliq mahsulot miqdorini oshirib, Xitoy o'lkalarini ta'minlashga kafolatlik qilish Xitoyning asosliq strategik planlari qatorida kuchab ijro qilinmoqda. Oldingi hafta Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetida e'lon qilingan bir maqolada Xitoyning bu siyosati nuqtaliq tashviq qilingan bo'lib, bir qism sonliq ma'lumotlar berilgan. Maqolada Sharq Turkistonni Xitoy bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi qilib qurib chiqishning Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti bekitgan 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasining biri ekanligi, Sharq Turkistonning navbatda g'arbiy qism ochliq ombiriga aylanayotganligi qayd qilingan. Mazkur maqolada yana ilgari Sharq Turkistonning ochliq xizmati siyosatida o'zini to'yindirish asos qilinib kelganligi, 2022-yili buningda o'zgarish bo'lganligi, ya'ni tangpung bo'lish bir oz eshinchi bo'lishdan atalmish eshinchi bo'lish davlatni ta'minlash siyosatiga o'zgartirilganligi bayon qilingan. Maqolada bir qism sonliq ma'lumotlarga o'rin olgan bo'lib, 2024-yili Sharq Turkistonning ochliq umumiy hosulining 23 million 300 ming tonnaga yetib, Xitoy bo'yicha 13-o'rinda turganligi, 2022-yildan 2024-yilgacha ochliq sap yo'tkab chiqarish miqdorining jami 14 million 170 ming tonnaga yetib, Xitoy bo'yicha ochliqni sap yo'tkab chiqaradigan 7 o'lkaning biriga aylanganligi, birlik hosulning eshish miqdori va eshish sur'atining birdak Xitoy bo'yicha oldingi o'rinda turganligi alohida tashviq qilingan. Xitoy mazkur maqolada Sharq Turkistondagi terilg'u yer va suv boyligi cheklamasining barg'ansiri kuchayayotganligini yoshirib o'ltirmagan va ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish orqali Xitoyning ochliq bexatarligi va muhim yezi egilik mahsulotlari ta'minotiga kafolatlik qilish kerakligini da'vo qilgan. G'oyat zo'r nufuzga ega Xitoy navbatda Sharq Turkistonning ochliq boyligini butun kuchi bilan bulang-talang qilayotgan bo'lib, buning orqasiga bo'z yerlarni qalaymaqon echib, ekologiyalik muhitga buzg'unchilik qilish, Uyg'urlarning yerlarini majburiy tortib olib, Xitoy oqqullariga tarqatib berish orqali dehqonlarni iqtisodiy jihatdan vayron qilish, majburiy emgakka selish qatorliq jinoyatlar yoshirinmoqda. Uyg'urlar Sharq Turkiston sayohatnomasi nomli kitobning avtori bilan jam bo'ldi. Bir necha oy burun Sharq Turkistonni ziyorat qilib kelgandan keyin Xitoyning tarixda misli ko'rilmagan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan turkiyalik jurnalist yozuvchi Taha Qilinchning Yetgan jo'g'rofiya izida Sharq Turkiston sayohatnomasi nomli kitobi Turkiyadagi o'qirmanlarning kuchlik olqishiga va qiziqishiga erishib kelayotgan bo'lib, 300 parchadan ortiq eng yangi suratlar bilan Xitoyning jinoyatlari echib tashlangan kitob Turkiyadagi kitob yarmankilari, har xil madaniyat san'at faoliyatlari, televiziya kanallari va ijtimoiy taratqularda qiziqish nuqtasiga aylandi. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining boshchiligidagi bir qancha tashkilotning o'rinlashtirishi bilan 19 oktyabr kechda Istanbuldagi Uyg'urlar mazkur kitobning avtori bilan jam bo'ldi. Faoliyat Safaköy rayoniga joylashgan Uyg'ur ilm va madaniyat vaqfi zalida o'tkazilgan bo'lib, nihoyatda ko'p sondagi Uyg'urlar ishtirok qildi. Faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi muavin raisi Ubulqosim Zarabshan va Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Olimjon Bug'da ayrim so'z qilib, Xitoyning Turkiyada o'z jinoyatlarini yoshirish va Turkiya xalqini qaymoqtirish uchun kuchlik harakat qilayotgan bir mazgilda e'lon qilingan bu kitobning ahamiyati va buningga qarata Uyg'urlarning qilishga tegishli ishlari haqida to'xtaldi. Orqadan sahnaga chiqqan kitobning avtori Taha Qilinch o'zining Sharq Turkiston safarining qanday boshlanganligi, Sharq Turkistonning har qaysi shaharlarida boshdan kechirganlari, Xitoylarning xilma-xil tekshirish va to'saqlaridan qanday o'tganligi va sog'-salomat Turkiyaga kelganligi qatorliq kechirmishlarini bayon qildi. U mazkur kitobning yezilish bosqichidan tartibla Xitoyning Turkiyadagi konsulxona xodimlarining
ko'p qatim har xil yo'llar bilan nashr qilinishini to'sishga uringanligi, oxiri buni to'sishga ko'zi yetmagan Xitoyning kitobni birlikda ko'zdan kechirish, xato mazmunlarni tuzitish, kitobning ismini Sharq Turkiston sayohatnomasi emas, Shinjang sayohatnomasi deb o'zgartirishni talab qilishga qadar numussiz talablarda bo'lganligini birma-bir qayd qilib o'tdi. Va dunyoda hech qanday bir davlatning diplomatlarining boshqa davlatda nashr qilinadigan bir kitobdagi mazmunlarga bunchalik aralashish voqeasining ko'rilib boqmaganligini, Xitoy diplomatlarining hatto kitobning ichida nimalarning yozilganligini bilmay turib, kitobda xato mazmunlar bor, chuqur o'zgartirishimiz kerak, kitob e'lon qilinsa Xitoy Turkiya munosabatiga og'ir ta'sir yetadi degandek ahmoqona bayonlari va qattiq jiddiylashib ketishining amaliyotda Xitoyning o'z jinoyatlarining oshkorlanib ketishidan ansirishidan boshqa narsa emasligini ta'kidladi. Faoliyatning oxirida Abdur yig'in qatnashuvchilarining har xil savollariga javob berdi. Bir qism qatnashuvchilarga Abdurning imzosi bilan mazkur kitob sovg'a qilindi. Shundaqli Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Sharq Turkiston Nozgum Kultur va oila jamiyati va boshqa shaxslar Abdurga tashakkur yuzasidan hadiya taqdim qildi. Bildirilishicha, Turkiyada odatda bir kitob tunji nashrida 1000 dan 3000 atrofida besiladigan bo'lib, bu kitob 10 tal besilgan bo'lishiga qaramay 2 hafta ichida tugab ketgan va navbatda ikkinchi qatim besilishga berilgan. Pokiston bilan Afg'oniston darhol urush to'xtatishni qaror qildi. Qatar Tashqi ishlar ministrligi yakshanba kuni atiganda X hisobida e'lon qilgan uchurida Pokiston bilan Afg'onistonning Dohada o'tkazilgan suhbat jarayonida darhol urush to'xtatishni e'lon qilish to'g'riliq kelishim hosil qilganligini jakarladi. Turkiya ovozi radiosining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Qatar va Turkiyaning vositachiligida o'tkazilgan bu yuqori darajalik suhbat ikki davlat o'rtasidagi chegara jiddiychiligini pasaytirish va muqimlikni qayta tiklash yo'lida muhim bir qadam bo'lgan. Suhbatga Pokiston va Afg'onistondagi Taliban vaqtli hukumatining vakillari qatnashgan. Taraflar faqat to'qinishni to'xtatish bilan qolmay, yana uzoq muddatlik tinchlik va muqimlikni mustahkamlash uchun o'rtaq mexanizmlarni qurishni va'da qilgan. Qatar amaldorlari va Turkiya davlatlik istixborot idorasining boshlig'i Ibrohim Kalin ham vositachi sifatida yig'inga qatnashgan. Pokiston davlat mudofaa ministri Xavoja Muhammad Asif X sifatida e'lon qilgan bayonotida kelishimning tamomlanganligini bildirgan va davomlashayotgan diplomatik tirishchanliklar doirasida ikki davlatning vakillari o'maki 25 oktyabrda Istanbulda bir yerga jam bo'lib, mangulik tinchlik va hamkorlik uchun besiladigan qadamlarni muzokara qiladi degan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.